Bu o'yinchi Chempionlar Ligasida boshqa o'ynashi kerak emas. Eng qizig'i 50 tadan ortiq kameralar bizani videoga oladi, ammo bittasi ham u gapirgan gaplarni ko'rmadi. Bu o'yinchi aytgan gaplar rostdan ham pastkashni gapi bo'ldi. Do'stlar, Real Madridni Benficaga qarshi o'yini shunaqa yakunlandi va keling o'yinni qisqacha tahlil qilib o'tamiz. Avvalambor albatta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. O'yin haqida gapiradigan bir nechta qiziq narsalari bor. Asosiysi bu Vinicius bilan bog'langan. O'yinchi gol urganidan keyin o'zini yoqtirgan tarzda o'ynab golini nishonladi va bu Cristiano Benfica'ning o'yinchisiga yoqmadi. Shuning uchun u og'zini yopib, qo'lidan kelgancha braziliyalik futbolchini haqorat qilishga harakat qildi va Kylian Mbappening so'zlariga ko'ra, u Vinini maymun deb atagan ekan. Eng qizig'i, bir marta emas, balkimda 5 marta. Va jamoa g'alaba qozonganiga qaramay, darhol o'yindan keyin UEFAga shikoyatlar tushishni boshladi va ma'lumotlarga ko'ra, bu o'yinchi boshqa Chempionlar Ligasida o'ynamasligi ham mumkin ekan. Xo'sh, sizningcha bu yerda kim ko'proq aybdor?